eng yaqin do'stlaringizdan hoziroq qo'ng'iroq qilib so'rab ko'ring. Qayerda yaxshi shashlik yoki osh pishirishadi yoki qayerda zo'r baliq tayyorlaydi. Ular sizga o'sha joylarning manzillarini aytib qo'ya qolmay, hatto manzillarning lokatsiyasini ham tashlab berishadi. Endi ulardan qayerda ajoyib kutubxona bor, qayerda shu kunlarda o'qishga arzugulik kitob sotilayotganini so'rang. Lom-lim deyolmay qolishadi. Nega shundaymiz? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Aslida inson bilimli, ilmli va dono bo'lmog'i uchun atigi 10 ta kitob mutolaa qilsa kifoya ekan. Faqat shu 10 ta saralangan kitoblarni topish uchun minglab kitob o'qishga to'g'ri kelar ekan. Nima qilsin kuyib yongan mo'min mirzolar, safingizga oling meni jonim turnalar.